vatandaşlar, bu Qashqadaryo viloyatini Qamashi tumani Qiziltom eng oxirgi qishlog'i. Bizning tabiatga qarang, qorga qarang, mo'jizaga. Qor 8-dekabrdan 30-yanvargacha uzluksiz yog'ib kelayapti. Qorni qalinligi 2 metrgacha bo'ladi mana tabiatimiz. To'g'ri, bu Alloh bergan bir ne'mati, bu boylik. Nasib bo'lsa bu yil daryo o'zanlarida suv ko'payadi. Dehqonlarimiz bu suvdan oqilona foydalanadi. Xudoning bergan bir ne'mati. Lekin tabiatda ham ayrim sabablari bor, injiqliklari bor. 8-dekabrdan 31-yanvargacha mana bu Maydanak bilan Qiziltom orasidagi 10 kilometr yo'l kuchli qor bilan qoplangan. Mana tabiatga qarang. Qorda qalinligi 2 metrlar bor. Yo'l yopilganligi sababli biza Qiziltom qishlog'iga 85 xo'jalik, 600 ta jon soni istiqomat qilamiz. Yo'l yopilganligi sababli mana qishlog'imizdagi 2-3 ta do'konlar bor edi. Mana shu do'konlarga oziq-ovqat produktlarini zaxira qilib saqlaydik. Hammasi tugadi. Qoralarimiz, aholilarimiz mana shu oziq-ovqatga bo'lgan muammolarga juda qiynalyapti. Hech yo'l bilan yurish, otlov yo'llarimiz Yakkabog' tumaniga qarashli otlov yo'llarimiz ham kuchli qor bilan qoplangan. Qamashi tumaniga, Yakkabog' tumaniga ham borishda umuman iloji yo'q. Biz endi mana shu masalalarni yo'lni qishloqda oqsoqollar bilan, qariyalar bilan gaplashdik. Birinchi o'ringa prezidentimizga katta rahmat aytamiz. O'zbekiston uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berdi. Yangi O'zbekistonga yashayapmiz. Hech bir davlatda bizga kamchilik joyimiz yo'q. Hamma narsamiz yetarli. Mana shu bizlarni muammomiz. Kerakli mutasaddi tashkilotlar bizlarni talab va istaklarimizni mana bu iqlim sharoitida tabiat keltirgan kuchli qorda yaxshilab o'ylab, mana shu Qiziltomga yashaydigan 100 xo'jalik, 600 ta jon sonini o'ylab, bularni oziq-ovqatga bo'lgan. Ayniqsa sog'liqni saqlash bo'yicha to'xtalmoqchiman. To'g'ri, bir 50 nafar pensiya chiqqan, nafaqa chiqqan qariyalarimiz bor, yoshlarimiz bor. Bular ham turli kasallar bilan yotibdi. Ayniqsa 3 ta bemorimiz og'ir ahvolda yotibdi. Bularni shifoxonaga olib borishda umuman iloji yo'q. Ot iloji ham iloji yo'q, texnikani ham iloji yo'q. Chunki sababi qor kuchli qoplangan. Aholilarimiz birinchi o'ringa yana bir takror mana shunday chiroyli zamonga yashayotganimizdan, tinch, totuv, osoyishtalik zamonga yashayotganimizdan prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Albatta bu qor hech qanday muammo emas, bu suv bo'ladi, bu boylik bu. Lekin bizning qishlog'imizdagi muammoni o'rganib shu yo'limizni ochib berishga kerakli mutasaddi tashkilotlar yaxshilab o'rganib, mana shu yanvar oyini, fevral oyini birinchi 10 kunligigacha ochib bersa, qishlog'imizdagi qariyalarning ko'ngli ravshan bo'ladi. Ya'ni bemorlarimizni ham shifoxonaga olib borib davolatishga imkon yaratiladi. Qishlog'imizdagi un, moy, guruchga aholi talablarini o'rganib chiqdik. Mana shu ayrimlarni uni qolmagan, ayrimlarni moyga bo'lgan talabi qolmagan, olib kirishda iloji yo'q. Shu yo'limiz ochilsa, mana shu muammolarni bartaraf etishga qishlog'imiz ancha kayfiyati ko'tariladi va mutasaddi tashkilotlarga o'zlarini minnatdorchiligini bildiradigan umiddamiz. Talabimiz bitta, shu mutasaddi tashkilotlar mana shu yo'limizni o'rganib, ayniqsa Maydanak bilan Qiziltom orasidagi 10 kilometr yo'lni o'rganib, shu yo'lni ochib bersa, qishlog'imizdagi muammolar bartaraf etadigan umiddamiz.